kardiolog shifokor, ilmiy tabobat mutaxassisi, mashhur bo'lgan Zaytun Medtip asoschisi ustozimiz Alijon Sattarovga beramiz. Marhamat. Intervyularni ko'ryapsizlarmi? Juda ham mashhur bo'lib ketyapti. Biz ham kanallarga qo'yapmiz. Hali Xudo xohlasa harakat qilamiz. Bu spikerlarni hammaga mashhur qilamiz. Chunki xalq bulardan ilm olishi kerak. Milliy qadriyatlarimizga asoslangan, ilmiy asoslangan bu o'zimiz davolash yo'nalishlarimizni qaysi bir ma'noda butun dunyoga tarqalish sababchi bo'lyapsiz. Rahmat. Endi men bu so'z boshlashdan oldin ustozlar aytgan gapni boshlayman. Aytamanki, ovozim yaxshi chiqyaptimi? Chiqyapti. Endi biz sizlardan bir ozgina bir 5-10 minut oldinda xolosmiz tabobat bo'yicha. Lekin yurtimizda tabobatga bo'lgan qiziqish ortishi barobarida, ya'ni sizlardan sal ertaroq boshladik tabobat yo'nalishi bo'yicha o'rganishni va meditsina oliygohini tugatgan bo'lsak, magistraturani tugatgan bo'lsak ham o'zimizni katta olmasdan, garchi med instituti tugatmagan bo'lsa-da, ustozlarimizni tabobat yo'nalishi bo'yicha ustoz deb olib, ularni oldiga borib o'rganishga harakat qildik. Ulardan birinchisi Jakvarali ustoz deymiz, Muhsin tabibni nimalari shogirdlaridan. Undan keyin yana boshqa ustozlarimiz bor. Ularni oldiga bordik. Yana bu narsani aytgani, bu ilm sizga davlat diplom bergani bilan anaqa emas ekanda, bu ilmga kirishga, ishlashga ruxsat ekan. Shuning uchun iltimos qilardimki, sizlardan ham o'shanaqangi ozgina kibrni yig'ishtirib ilmga o'rganish harakat qilish kerak bo'ladi. Hozir mana ustozimizni Abdurash akani leksiyalarini o'qib, men ancha-muncha ma'lumot oldim o'zimdan. Xo'p, meni xulosalarim va bizda Zaytun Medtip jamoasining xulosalari bo'yicha gaplashamiz va biz bugungi mavzungiz gipertoniya kasalligi. Hozirgi kunda juda ham ko'p kasallik, juda ham ko'pchilikda bor kasallik hisoblanadi. Buni iloji boricha soddalashtirib tushuntiradigan bo'lsak, birinchi sal murakkabroq gapirib beramizda. Mana bu yerda zamonaviy tibbiyot bo'yicha buyrak ishini buzilishi hisobiga paydo bo'ladi deb tushuntiriladi. Ya'ni masalan, ular hozir kimdir aytdi, glomerulonefrit kasalligi sababidan ham rivojlanishi mumkin. Yurak qon bosim kasalligi yoki pielonefrit deydi, buyrak shamollashdan ham paydo bo'lishi mumkin. Ya boshqa kasalliklar, ya'ni buyrakka bog'liq bo'lgan holatda qon bosimi ko'tarilishi mumkin. Ikkinchi o'rinda endokrin kasalliklari. Endokrin kasalliklariga Kushin kasalligi, feoxromatoma kasalligi, buqoq kasalligi deymiz, gipertireoz va boshqa kasalliklar sabab bo'lishi mumkin yurak qon bosimini ko'tarilishiga. Va asosan yana 3-o'rinda jarohatlar. Ya'ni qandli diabet kasalliklari oqibatida yoki metabolik sindrom deymiz, semizlik sababidan ham yurak qon bosim kasalliklari, jumladan qon bosim ko'tarishi paydo bo'lishi mumkin. Yoki reflektorniy ravishda ham deb tushuntiriladi. Bo'yin osteoxondrozining hisobiga ham hozirgi kunda bo'yin umurtqa kasalliklarida ham gipertoniya kasalligi, ya'ni qon bosimi paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni ta'rifi tashxisi. Hozirgi paytda gipertoniya kasalligi, ya'ni arterial gipertenziya, essensial gipertenziya tashxisi bilan ataladi. Buni hozir nima ustoz aytganlaridek ma'lum bir o'lchov qilib qo'ygan, 139 sistalik, diastalik bosim 90 dan ortadigan bo'lsa, gipertoniya kasalligi deb nima qo'yiladi, tashxis qo'yiladi zamonaviy tibbiyotda. Lekin gapiramiz. Individual normalar. Qon bosimi har bir kishi uchun individual bo'ladi. Ko'pchilikda 100 ga 110 ga 70, 120 ga 80 bo'ladi. Lekin ayollarda erkaklarga nisbatan biroz qon bosimi pastroq bo'ladi. Tabobatda sabablar va xavf omillari qanaqa? Zamonaviy tibbiyotda sabablari to'liq aniqlanmagan. Masalan, Google yozsangiz gipertoniya kasalligi sababi nima desangiz, juda ham ko'p sabablar aytadi. Oxirida polietologik, ya'ni juda ham sababi ko'p deb tushuntiriladi. Lekin nimalar tabobatda esa bu asosan
tiqilmalarni paydo bo'lishidan rivojlanadi deb qaraladi. Bu bizning xulosamiz. Endi tiqilmalar to'g'risida biroz tushuncha berib o'tsak, tabobatda tib qonunlarida aytiladiki, hazmni o'rganishni osonlashtirish uchun hazmni 4 ta bosqichi bor deb tushuntiriladi. Endi sizlarga gapimiz tushunarli bo'lyaptimi yo'qmi bilib olish uchun savol bersam dedi. 3-hazm qayerda bo'ladi? Kim aytadi? Qon tomirda. Yaxshi, demak gaplashishimiz oson bo'lar ekan. Birinchi oshqozon-ichak sistemasida hosil bo'ladigan chiqindilarimiz katta hojat orqali chiqarib yuboriladi. Jigarda hosil bo'lgan demak o'sha xiltlar jigarda hosil bo'lgandan keyin ular ham kerakli ozuqaga aylangandan keyin ularda hosil bo'lgan chiqindilar o't suyuqligi orqali yoki siydik orqali chiqarib yuboriladi. Qon tomirdagilari esa siydik orqali, teri orqali, nafas va katta hojat orqali chiqariladi. Hujaydagi 4-hazmda hosil bo'ladigan chiqindilar esa ular siydik orqali, teri orqali, tuk orqali, havo orqali, nafas yo'limiz orqali chiqarib yuboriladi. Mana shu bu normal fiziologik norma hisoblanadi. Endi arterial gipertenziya, ya'ni qon bosimini ko'tarish sabablari asosan meni o'zim bilmalarimda bunlar bilganini o'qiydi deydi-ku. Mani xulosalarim bo'yicha va bizda jamoaning xulosasi bo'yicha asosan 3 va 4-hazmdagi orasidagi tiqilmalar paydo bo'ladi. Tiqilmalar sababli paydo bo'ladi. Ba'zan 2-hazmda ham tiqilmalar bo'lishi mumkin. Keyingisi tiqilmalar ichki va muhim a'zolarda, masalan yurak kabi, ba'zan go'sht, mushak kabi ahamiyati kam bo'lgan a'zolarda paydo bo'ladi. Keyingi sababi ba'zan a'zolar ichiga Ibn Sino zo'r jumla ishlatadi. Ba'zan a'zolar ichiga suvga botirilgan non kabi bo'kkan holatda, ba'zan tomirlarda, arteriyada, masalan ateroskleroz birlashkalari holatida, ba'zan venalarda varikoz kasalligi kabi, ba'zan esa aylanib yuruvchi suyuqliklar tarkibida erigan holatda paydo bo'ladi deydi tiqilmalarni. Mana shu hozir gapirgan, keltirilgan so'zni hammaga tushunarli bo'ldimi, tushunarsiz bo'ldimi? Demak, tiqilmalarni gipertoniya kasalligi o'zi deyarli hamma kasalliklarning tegida tiqilmalar paydo bo'ladi. Tiqilmalar sabab bo'ladi. Jumladan mana shu gipertoniya kasalligidan xuddi shunaqa. Mana bu yerda slayd sal nima bo'lib qolgan, o'zi 40 yoshli odamning qon tomirida bu. 40 yoshli odamning qon tomiri. Birinchi davrda, bolalik davri, o'smirlik davrlarida mana bu joyga to'g'ri keladi. Ya'ni deyarli normada bo'ladi. Endi hozir buni 40 yoshli odam qon tomiri deyapmiz, mana bugacha kelgancha. Hozir bu ehtimol 30-33 yoshli odamning qon tomiri ham bo'lishi mumkin. Nega desangiz, hozir sababini tushunib olasiz. Yosh katta bo'lgan sari ovqatlarimiz, ya'ni unsurlarimiz, yeyotgan ozuqalarimizni turli xil xilma-xilligi sababidan tanada haligi sanab o'tgan 3 ta tiqilmalarning paydo bo'lishi shakllanib boraveradi. Muhim bir nuqta bor. Davolashda nimaga e'tibor beriladi? Men shunday o'ylaymanki, tasavvur qiling, mana bu yerda yurak bor. Tib qonunlarda aytiladiki, avvalgi nimalarimizda seminarimizda aytgandiki, Ibn Sinoni o'rganish, tib qonunlarini o'rganishda 7 ta tabiat deb keltiriladi. 7 ta tabiatdan birinchisi unsurlar, undan keyingisi demak xiltlar, a'zolar, mizojlar, undan keyingisi ruhlar va quvvatlar, oxir ish harakat o'rganiladi. Mana shu joyda hozir aytmoqchi bo'lgan narsam, hozir psixosomatika to'g'risida savol berdi. Shu joyda psixosomatikani Ibn Sino zo'r gapirib o'tayotgan. Quvvatlar va ruhlar degan temasida shu psixosomatikani mana shu joyga o'z joylab qo'ygan. Hozir aytmoqchi bo'lgan gapim, yurakdan chiqadigan quvvat, ya'ni impuls. Hozir biz impuls desa tushunamiz hammamiz. Mana shu impuls demak o'zini ma'lum bir chastotasi, kattaligi, o'zini quvvati bor. Shu yurakdan chiqqan impuls qon tomir orqali istalgan a'zoga, aytaylik, buyragingizga yoki hozirgi kunda aseptik nekroz rivojlanib ketdi. Chanoq son bo'g'imidagi suyakka yetib kelsa-gina odam kasal bo'lmaydi. Yana shu gapni qaytaraman. Yurakdan chiqqan impuls siz istalgan a'zoga, aytaylik, insonni
bachadoni kasal, bachadoniga kelsa o'sha impuls yoki buyrak umurtqa pog'onasida grija deb nomlaymiz. Umurtqa pog'onasiga o'sha impuls yetib kelsa yoki aseptik nekroz desak, o'sha impuls o'sha chanoq son bo'g'imga yetib kelsa, kasallik rivojlanmaydi. Ya'ni boshqacha yana soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, qon aylanish normada bo'lsa, demak, qon aylanish normada bo'lsa, bu kasallik rivojlanmaydi. Ya'ni kasallik bo'lmaydi. Endi mana bunday holat bo'ladigan bo'lsa-chi, mana sekin-sekin bu nimalar paydo bo'lib bordi. Bularning har birini elektron zaryadi bor, quvvati bor. Biz bo'lyapmiz issiqlik, sovuqlik deb nomlayapmiz. O'zi issiqlik degani nima degani? Savol bor-da. Sovuqlik degani nima degani? Gapim tushunarli bo'lishi uchun qisqa bo'lsa ham nima qilaman, savol beraman. Sovuqlik deganda nimani tushunasizlar? Bitta og'iz gap bilan, yana hikmat bilimi bilan tushuntirib beringlar, sovuqlik nima degani? Mayli, issiqlik nima degani? Nima deysiz? O'sha to'qimaga kislorod yetib qolsa, xo'p, mayli, uni ta'riflar ko'p gapirishimiz mumkin. Issiqlik ham energiya, sovuqlik ham energiya. Issiqlik deganda insonga foyda keltiradigan, insonga mos tushadigan, demak, bu issiqlik energiyasi. Misol tasavvur qiladigan bo'lsak, bir markazdan aylanadigan quvvatni tushunadigan. Men shunday tushunaman, bu mana shu quvvat, bu issiqlik. Lekin shu quvvatni sal sekinroq harakatlanishi xuddi shu issiqlik, lekin sovuqlik hisoblanadi. Tushuntiryapmanmi? Endi mana bu yurakdan chiqadigan impuls to'qimaga yetib kelishida mana bunaqangi blyashkalar paydo bo'lganda bu balg'am xiltiga, g'ayrabday balg'am xiltiga, ya'ni balg'am xilti nima? Tabiatda nima edi? Sovuqlik edi. To'g'rimi? Mana shu sovuqlik bo'lganligi uchun yurakdan chiqadigan issiqlik energiyasini nima qiladi? O'ziga yutib qoladimi? Tushunarli bo'ldimi? Yo'q, uxlab qolyapsizlar shekilli. Sizlar tushunyapsizlar, bo'ldi. Demak, mana shu impulsni, mana shu tiqilmalar sababidan bilan zaryadi pasayib qolganligi uchun yurakdan chiqadigan impuls ularni zaryadlash uchun navbatma-navbat qizdirib yo'q qilish uchun safarbar bo'ladi, a'zoga yetib kelmaydi. Yetib kela olmaydi. Shuning uchun gipertoniya kasalligiga og'rigan bemorlarni aksariyati holsizlikdan shikoyat qiladi, xotirasi pasayishidan shikoyat qiladi va boshqa kasallardan shikoyat qiladi. Sababi yurakdan chiqadigan impuls mana shu yurak qon tomirida joylashgan balg'am xilti buni nima qiladi? Yutib oladi. Bizning vazifamiz davolashda mana shu qanday bo'lsa mana shu yurakdan chiqqan impulsni yutib qolishga to'sqinlik qiladigan har qanday holatni bartaraf qilishga ya'ni qaratilgan bo'ladi. Psixosomatika bilan davolash ham effekt beradi. Ha, effekt beradi. Chunki siz psixosomatikada siz ruhiy quvvatingizni bir joyga jamlaysizda, energetik oqimga ta'sir qilasiz. Endi sizlarga yana bitta yangilik, kitob Ash-Shifo degan kitob bor. Ichimizda o'qiganlar ehtimol juda ham kam. Xodimlarimizdan Faxrullo aka buni tarjima qildilar. Men tavsiya qilaman. Deb qonunlarni o'qigan bo'lsalaring, men bu to'g'risida gapirib o'tganman degan jumlani ishlatadi Ibn Sino. O'qiganmisizlar? Deb qonunlarda bu to'g'risida sen bilan avval gaplashgandik deb yozib ketadi. Xuddi shu kitobni, kitob Ash-Shifoga ishora qilgan deb xulosa qildik. O'sha kitobda aytiladiki, harakatni o'lchov va nisbati masalasi. Hozir aytdikki, mana bu joyda Ibn Sino aytadiki, harakatni tushunish uchun uni faqat mavjudligi yetarli emas. Harakat har qanday darajada, qay tartibda va qanday nisbatda kechayotganligini ham anglash zarur. Shu nuqtada harakatning o'lchovi deganda uning vaqt ichidagi nisbati nazarda tutiladi. Endi harakat deganda men mana harakat qilyapman. Bu ham da harakat. Lekin biz taom yeganimizda avval og'izga tushishdan oldin taom edi. Og'izda luqma bo'ldi. Luqmadan keyin oshqozonda hilus bo'ldi, kaymus bo'ldi. Jigarga o'tib xiltga aylandi. Va xiltdan o'tib ozuqaga va to'qimalarga, a'zolarga aylanib ketdi, mizoj shakllantirib. Mana shu ham harakat. Tushunyapsizlarmi? Buni zamonaviy tibbiyotda biokimiyada aytiladiki, eritrosit,
miyoblaslar, qon shakl elementlari yoki qon bosimini biz aytgandek 120 ga 80, 90 ga 60 bo'lishlari, hammasi demak bular harakatning mahsullari. Mana shu narsa to'g'risida gapiryapti. Shu nuqtada harakatning o'lchovi deganda uning vaqt ichidagi nisbati nazarda tutiladi. Bu juda kuchli gap. Ya'ni bu haligi tibbiyotda kasallik patogenezi kelib chiqish mexanizmi to'g'risida gap juda ham ko'p ketadi. Patogenez bo'lgan odam yaxshi davolaydi deydi. Mana shu tabiatda patogenez to'g'risida gap bu. Keyingi aytadiki, Ibn Sino ta'kidlaydiki, harakat o'lchovi harakatning o'ziga xos xususiyati bo'lib, u harakatni boshqa harakatlar bilan qiyoslash imkonini beradi. Agar harakat o'lchovsiz tasavvur qilinsa, uning tez yoki sekin ekanini, davomiyligi qandayligini aniqlash mumkin bo'lmaydi. Shu sababli o'lchov harakat haqidagi bilishni aniq va ravshan qiladi. Ya'ni o'lchov kerak deydi. Aytyapmiz, gemoglobin normal necha bo'lish kerak? 120 ga 120 bo'lish kerak yoki 150 bo'lish kerak erkaklarda. Yoki ertalabdan cho'kish tezligi 15 gacha bo'lish kerak, 30 dan oshsa, mana bu demak bu o'lchov. Mana bu narsa bo'lish kerak, aniq bo'lish kerak demoqchi. Shuning uchun xiltlarning sifat jihatidan o'zgarishi ham harakatga oid bo'lib, uni vaqt birligida ko'rib chiqib, uni normal sekinlashgan va tezlashgan deb baholash uchun unga o'lchov kiritish zarur bo'ladi. Agar shu o'lchov orqali tushunish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana shu o'lchov tana vazni ko'rsatish hisoblanadi. Mana shu gipertoniya kasalligi deb qisqa qilib aytadigan bo'lsa, gipertoniya kasalligi deb tashxis qo'yishimiz uchun, qon bosim ko'tarish kasalligi deb tashxis qo'yishimiz uchun bizda hech qanaqangi laboratoriyasiz ham biz tana vazniga o'lchov deb olsak bo'ladi. O'lchov deb olsak bo'ladi. Ya'ni aytaylik, buni o'lchov deganimizda qon bosimi aytaylik vazningiz necha kilo deydigan bo'lsangiz, o'zingiz vazn necha kilo? 105. Vazn nimangiz? Bo'yingiz-chi? 73. 73. Demak, o'sha mana bu hozir ko'pchilikga ma'lumki, 105 bo'lgandan keyin o'zi nima 175 dedingizmi uni? 173. Demak, kilogramm ham 73 bo'lish kerak degan normani hamma biladi. Mana shu bitta o'lchov bu ham. Qon bosimi 120 ga 80 bo'lish degan narsa bu o'lchov, bu individuallik degan narsa bor. Davom etgandek 20% individuallikka amal qilsa, lekin 80% odamda 120 ga 80 bo'lish kerak yoki 110 ga 70 bo'lish kerak. Gipertoniya kasalligi. Bu ham bitta o'lchov. O'lchov qilib olmasangiz, safsatalarga ergashib qolamiz. Shuning uchun tabobatda o'lchov nima qilingan? Taklif qilingan. O'lchovga e'tibor berishimiz kerak. Shu nimada Ibn Sino Ashfa kitobida shu narsani aytadi. Endi qarang, avvalgi nimamizda seminarimizda aytganmiz. Tib qonunlarida o'qigan odam juda kamchilik bunaqa xulosa qiladi, biz bunaqa xulosa qilganmiz. Mollik degan tushuncha borligini payqadik va xulosa qildikki, qancha davom etadi sog'likka ham, kasallikka ham kirmaydigan holat. Masalan, bir aytamizki, bir agar tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, dopplerografiya qiladigan bo'lsangiz, qon tomirida nimalar aterosklerotik o'zgarishlar bor, lekin bemorning shikoyati yo'q. Yoki mudqa pog'ona nimasini ko'kis artrozda rivojlangan ikkinchi bosqichda lekin bemorning shikoyati yo'q. Yoki uchinchi bosqich bemorning shikoyati yo'q, yuribdi, og'rig'i yo'q. Lekin o'ziga shikoyati yo'q uni. Mana holatda qanaqa taktika, nima deb tushuntirsa bo'ladi? Yoki umuman shikoyati ham yo'q. Normada yuradi, bir qon bosimi ko'tariladi, yana tushib qoladi. Mana shu narsaga biz yechim berdikki, kasallikka ham, sog'liqqa ham kirmaydigan bitta holat bor odamlarimizda. Bu asosan 20 yoshdan, meni fikrim bo'yicha 30-35 yoshga bo'lgan davrda davom etadi bu narsa. Mana shu holat mollik deb nomlanadi. Tomirlar ichi ateroskleroz, ya'ni yog' bosish ro'y beradi va yana hujayralar aro to'qimalarda tiqimlar paydo bo'ladi. Bu qancha vaqt davom etadi? Bu inson kishining iste'mol qiladigan ovqatiga va sarflagan energiyasiga bog'liq. Mana shu nisbatlar teng bo'lganda odamda mollik bo'lmaydi. Agar bu nisbat ko'p taomlanadi, lekin harakati kam bo'ladigan bo'lsa, bu vaqt o'tishi bilan odamda mollik paydo bo'ladi. Mollik degani o'zbekcha so'z, ko'plik deganida,
Taomlar ko'payib borgandan keyin nima qilinadi? Sandiqqa solinadi, paqirga nima deydi, bochkaga bekitiladi, bir joyga saflab qo'yamiz. Masalan, odam puli ko'paysa bir joyga bekitadi. Yertaga bekitadi, sandiqqa soladi, podvalga olib chiqadi, to'g'rimi? Puli ko'payib ketsa. Hali odamda xuddi shunaqa, ko'p taomlanaversa, ovqatlanaversa, harakati kam bo'ladigan bo'lsa, sarfi kam bo'ladigan bo'lsa, to'qimalarga joylashib boraveradi. Mana shu narsani mo'llik deyiladi. Buni hech qanaqa odamda subyektiv shikoyatlar aniqlay olmaysiz. Lekin vaqt o'tishi bilan, haligi qon tomirida ko'rsatdimki, vaqt o'tishi bilan 16 yildan keyin mana bu joyda, mana 16 yildan keyin tiqilmalar paydo bo'ladi. Mana bu joyda mo'llik paydo bo'lib kelaveradi. Mana shu joyga kelganda odam o'zi nima bo'ladi? Kasallik subyektiv belgilari paydo bo'ladi. Mana shu holat to'g'risida gapiryapmiz bu yerda. Umumiy tiqilmalarning asosiy sabablari aytib o'tilgan. Demak, asosan mo'llik deb tushunamiz. Shu nuqtai nazardan davolashda quyidagicha tadbir qilamiz. Ya'ni buni aytib ham o'tdim. Davolashda o'sha yurakdan chiqadigan impulsni qanaqa qilib bo'lsa ham tirnog'ingizni uchiga, oyog'ingizni tirnog'i uchiga yetib kelishini ta'minlaydigan tadbir qilishga yo'naltirilgan hammasi. Bu ham qanday bo'ladi bu desa, birinchi o'rinda o'sha yeydigan taomlarimizga borib taqaladi va sitta zaruriy, 6 zaruriy omilga borib taqaladi. Ya'ni badan tarbiya, to'g'ri taomlanish, uxlashni yo'lga qo'yish va hokazo. Ular to'g'risida gaplashganmiz. Endi hozir kunimizda gipertoniya kasalligi bilan og'rigan bemorlarda badan tarbiya qilasan, to'g'ri ovqatlanasan, uxlash joyiga qo'yasan desangiz, darrov yaxshi bo'lib qolmaydi. Biz nima qilamiz? Bizga qon bosimi 180 bilan kelsa ham, juda ham kamdan kam holatlarda qon bosimini tushiradigan dorilar ishlatamiz. Biz nima qilamiz? Birinchi o'rin tozalab qilamiz. Yani tanqiya qilamiz. Boshda slaytimiz boshida aytdimki, asosan 3 ta sabab bor dedik. Mana bu aytib o'tgan, mana bir eslatib o'taman. Bitta slaytimiz qolib ketib qoldi, qochib ketib qoldi. Xullas, buyrak bilan bog'liq dedik, travma bilan bog'liq dedik. Bular hammasi gipertonik qon bosimidan ko'tarilgan kasalliklarning deyarli 5% tashkil qiladi xolos. Nari borsa, 95% holati men kuzatishim bo'yicha moddali mizoz buzilishi, ya'ni mo'llik bilan bog'liq. Ya'ni siz tekshirib ko'rsangiz, buyragi sog'lom bo'lsa, anaqangi qandli diabet bilan og'rimagan bo'lsa, bo'yin osteoxondrozi bor bo'lmasa, siz qo'rqmasdan bemalol ishni tozalashdan boshlashingiz kerak bo'ladi. Tanqiyadan. Ibn Sino tanqiya deb nomlagan. Ibn Sino bundan necha yil oldin, 1000 yil oldin asr yashab o'tganda ham tanqiyani aytgan. Siz bilan biz teng bo'lib tanqiya qilishga majburmiz. Detokslash kerak degan jumlani men ishlatmasalaring deb tavsiya qilaman. Negaki bu o'ziniki qilib olyapti Yevropa. O'zimizning tib qonunlarida kelgan tanqiya degan usul. Bu detoks emas, tanqiya deb nomlanadi. Ana shu biz o'zbek tiliga o'rganganimizda tozalov deb tushuntiriladi. Tozalov yoki tanqiya usullari juda ko'p. Hamma har xil ishlab chiqargan. Mana Gerbalayevniki ham bor, aloesman tozalaydi. Ya'ni unisi undoq, bunisi bundoq. O'zi shundoq ham organizmda o'zi tozalash funksiyasi bor, lekin gipertoniya kasalligida o'sha tozalash funksiyalarimiz ishlay olmaydi, ishlamaydi. Unga tadbir qilish kerak bo'ladi. Dorilar bilan tadbir qilinadi. Masalan, qon olish, surgilar berish yoki terlatish, bular hammasi tanqiya usullariga kiradi. Biz o'zimizdan munazzif nomi bilan chiqarganmiz. 3 kundan 7 kungacha buyuradi. Yana eng zo'r tanqiyalardan bittasi gipertoniya kasalligining asosiy kelib chiqishida mo'llik bor deb buni hozir yuqorida aytib o'tdim. Mo'llikni eng zo'r yo'qotadigan narsa ichni surish, qon oldirish va shuni asnosida shu bilan bir vaqtda taomlanmay turish. Ya'ni roza tutib turish kerak bo'ladi. Ya'ni kezi kelganda aytamanki, bemorlarga shunday qarashimiz kerakki, biz bemorlarga, biz ustozlar aytadiki, bemorga qanaqa ko'z bilan qarash kerak? Ularni shogird sifatida qarash kerak-da, pul manbai sifatida emas. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan gapim, yaqinda Ramazon kelyapti. Ramazonda qanaqa roza tutishni ham bilmaymiz-da, ochiq gap. Masalan,
iftorlikda qorni ochib ketgandan shunaqa taomlanamizki, ertalabga qornimiz och qolmaydi. Qornimiz och qolmasa ham och qolishdan qo'rqib yana yeb olamiz. Bu juda gipertoniyaga olib keladigan holat hisoblanadi. Iltimos gaplashmay turinglar. Tushundinglarmi? Demak, har bir bemorga aytish kerakki, agar men Ramazondan shunday zo'r foydalanish kerakki, 30 kun davomida shunday iftorlik qilish kerakki, saharlikka qorni och qolish kerak. Saharlikka qorni och qolish kerak. Bu eng zo'r mo'llikni kamaytiradigan narsa. Ya'ni gipertoniya kasalidan qutultiradigan narsa hisoblanadi. Xo'p, biz aytib tozalash programmasida ixtiro o'zlaringiz ham qilishlaringiz mumkin. Mana umumiy yo'nalishni aytib bermoqchiman bu bilan. Bizda avvalambor ovqatni tartibga solinadi. Ochlik buyuriladi, agar quvvat yetmaydigan bo'lsa, ovqatni kamaytiramiz. Munazzif programmasini iste'mol qilinadi. Biz buni o'zimiz ishlab chiqargan mahsulotimiz. To'rtala bosqichdagi chiqindilarni kamaytirishga hisobga olib turib tarkib qilganmiz. Va uchinchisi bu tanqiyani ishini kuchaytirish maqsadida fizioterapiyaga buyuramiz. Fizioterapiya gipertoniya qon bosimimiz bor ekaningizda fizioterapiya usullari mumkin emas edi, eshitgan bo'lsalaring. Nimalarda? Sanitariyalarda. Qon bosimimiz bor ekan, sizga mumkin emas edi. To'ppa-to'g'ri. Qon bosim bor bo'lsa, fizioterapiya usullari mumkin emas. Agar uni siz avval mana bu ikkita tadbirni qilmagan bo'lsangiz, mana bu ikki tadbirni qilmasdan turib siz fizioterapiya buyuradigan bo'lsangiz, chiqindilar ko'payib ketib, mo'llik yana ham ko'piradi, yana ham ko'payib ketib, qon bosimi ko'tarilib ketish xavfi bor. Shuning uchun birinchi ikkita tadbirni qilib, keyin fizioterapiyaga buyurishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu joyda demak, tozalovdan keyin nimalar qilinadi? Tiqilmalar yomon turlari, masalan, yurak arteriyalarida ateroskleroz davriy tozalov buyurish mumkin bo'ladi. Mana gipertoniya kasalligini asosan har bir kasallikda 4 ta davri bo'ladi. Bir gipertoniya kasalligi birinchi davrini men qon mizojiga o'xshataman. Ya'ni mo'llik bo'lganligi uchun quvvat ham ko'p, miqdor ham ko'p, hamma yoq ko'p. Bu qon xiltiga to'g'ri keladi. Undan keyin mana nima misolda tushuntirsam oson tushunamiz. Hali qon tomiri misolida shunday degan tushuntiradigan bo'lsak. Mana gipertoniya kasalligi mana bu joydan paydo bo'lishi mumkin. Mana shu davrni biz qon xiltiga to'g'ri keladi. Ya'ni gipertoniya qon bosimini ko'tarilishi, issiq mizojli qon bosimini ko'tarish deb tushuntiradi mana bu joyda. Nega? Qon shundoq ham ko'p bo'ladi. Mana bu joydagi shunaqa tushuntiramiz. Mana bu joy endi boshlanyapti. Nimalar, tiqilmalar toza emas, shilliqavat bo'rtgan, balg'am endi xilti yig'ilishni boshladi. Bu joy mo'llik hisoblanadi. Endi bu narsa borgan sari qonlik davridan gipertoniya kasalligi balg'amlik davriga qarab ortib boraveradi. Ya'ni sovuqlik qon tomirining o'zi ham sovib boryapti, qonni o'zi ham sovib boryapti. Shuning uchun bu balg'amga, ya'ni qon gipertoniya kasalligini balg'am xiltiga to'g'ri kelyapti deb nomlaymiz. U paytda tadbirlar qanaqa qilinadi? Sovutuvchi va kamaytiruvchi tadbirlar qilinadi. Masalan, sirka ishlatasiz, limon ishlatasiz. Bular zo'r ishlaydi bu paytda. Chunki bularni siz sovutasiz. Parchalaysiz. Undan keyin gipertoniya kasalligini safro davri boshlanadi. Mana bu joy. Nega safro davri boshlanadi? O'tkir gipertoniya krizlar berishni boshlaydi. Nega? Chunki organizm o'zi safroni ko'paytirishga harakat qiladi, mana balg'amni eritish uchun. Endi u davrda ham birni allam-valola qilib turib, enalapril, kaptoprillarni ichib yoki boshqa dorilar ichdingiz, lekin tadbir qilmadingiz. Ya'ni moddani surib chiqarmadingiz. Keyingi bosqichga o'tadi, savdo davriga o'tadi. Endi savdo davrida bir umr endi dori ichishga majbur bo'lasiz. Ya'ni biorobotga aylanasiz. Mana bu demak nimalarda qon tomirlarida ichida ham yaralar paydo bo'ladi, chandiqlar paydo bo'ladi, yurakda infarkt paydo bo'ladi. Bu davr endi ancha buni davolash ancha vaqt talab qiladi. Shuning uchun gipertoniya kasalligi boshlandimi, tezlik bilan mo'llikni kamaytirishga va tanqiy qilishga qaratish kerak bo'ladi. Qanaqa qilib bo'lsa ham. Xo'p. Endi mana bu skanjubin mashhur dori bor. Ibn Sino Qorabodinda keltirgan skanjubin.
Asal bilan nimani? Sirkani qo'shib qaynatilgan shakli. Asal shifo bo'lmagan birorta kasallik yo'qki, bu jo'r parchalovchi nimalarni, tiqilmalarni yo'qotuvchi xossaga ega sirka bilan ishlatilganda. O'zi yana muhim bitta qaymoq joyi bor ekan, hozir o'tkazib yubordim shekilli. Tanada moddaning yig'ilib qolish sababi, ya'ni tiqilmani paydo bo'lish sababini o'zi 3 dona sabab bor xolos. Yo o'sha modda yopishqoq bo'ladi, yoki quyuq bo'ladi, yoki ko'p bo'ladi. Mana shu narsani quyuqligini kamaytirsak, hop, yopishqoqligini kamaytirsak, mo'lligini kamaytirsak, problema tugaydi. Sekanjibin mo'lligidan boshqa ikkita sababni zo'r yo'qotadigan mahsulot hisoblanadi. Biz o'zimiz ishlab chiqargan kardioklas dorimiz bor. Bundan tashqari mana oddiy giyohlar bilan davolash mumkin. Mana limon. Hali aytganimdek, sovutuvchi, ya'ni gipertoniya kasalligini qon xiltiga to'g'ri keladigan, issiqlik va sovuqlikka to'g'ri keladigan davrda limon ishlatamiz. Zirik ishlatsangiz yaxshi yordam beradi. Arslon quyruq bular yordam beradi. Bular demak nisbatan yordam beradigan sodda dorilar hisoblanadi. Lekin baribir tagida haligi qon tomiridagi tiqilmalarni ortishga qaratilgan bo'lishi kerak bo'ladi tadbir. Mana aspidel degan dorimiz bor, qonni juda ham zo'r suyultiradi. Biz o'zimiz ishlab chiqarganmiz. Xo'p. Eng zo'r narsa men sizlarga mana fitaxil degan mahsulotimizni gapirmoqchiman. Qon aylanishi 4-darajada, ya'ni suyak, hatto suyakkacha yetib boradigan darajada qon tomirida juda ham ochadigan, shu yurakdan chiqadigan impulsni hatto suyagini uchigacha yetib kelishiga, terigacha yetib kelishini ta'minlab berishga yordam beradigan asosiy mahsulotlarimiz fitaxil nom bilan nomlanadi. Biz ham buni Ibn Sinoning tib qonunlaridan 4-5-si qora bodin deydi, dori tayyorlash bobida aytilgan o'sha tarkibdan asosdan chiqardik. Buni ta'sir mexanizmi, yana qaytaraman, yurakdan chiqadigan impulsni eng mayda tanadan yurakdan eng uzoq bo'lgan joy. O'sha joy qayer? Kim biladi? Yurakdan chiqqan va yurakdan eng uzoqda bo'lgan a'zo. Suyak. Yo'qmi? Teri degan. Teri. Terida qon aylanishi yaxshilaydigan har qanday dori qon aylanishini yaxshilaydi. Bu hatto vitiligolarga ham foyda qiladi. Shuning uchun biz ko'p ishlatamiz, gipertoniyada ham ishlatamiz, aseptik nekrozda ham ishlatamiz, vitiligoda ham ishlatamiz. Nimaga? Shu yurakdan chiqadigan impulsni eng mayda, eng tanadan uzoq bo'lgan a'zoga yetkazib borish ta'minlaydi. Asosiy funksiyasi tozalash va hamda qon aylanishini yaxshilashga qaratilgan. Sizlarda men aytmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Ya'ni tanada tiqilma paydo bo'lishining sababi moddani tanada turib qolish sabab bo'ladigan narsa 3 ta dedik. Moddaning yopishqoqligi bo'ladi. Moddaning yopishqoqligi bo'ladi. Moddaning quyuqligi bo'ladi va moddaning ko'pligi bo'ladi. Boshqa sabab yo'q. To'g'ri, yana boshqa 5 ta sabab bor. Bu a'zoingiz bilan bog'liq, yaratilishingiz bilan bog'liq. Bizga bog'liq bo'lgan moddani tutilib qolishning 3 ta sabab bor. Biz o'zgartirib olishimiz mumkin bo'lgan 3 ta sabab bor. Demak, moddaning yopishqoqligi, moddaning quyuqligi va mo'lligi. Shuni kamaytirib olamiz xolos. Qolgan 5 tani biz kamaytira olmaymiz. Bu jismimiz bilan bog'liq. Mana shu 3 ta sababni yo'qotadigan bizni o'zimiz ishlab chiqargan mahsulot. Shu uchalasini ham kamaytirishga yordam beradigan mahsulotimiz hisoblanadi. Aytmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Sizlarda savol bo'lsa, moddaning yopishqoqligi. Aytaylik, buni murakkab tushunib olmaslik kerak. Oddiy nima qiladigan bo'lsak, yog'li ovqat yeganingizdan keyin, uni yuvish uchun nima ishlatasiz? Gel ishlatasiz. Bu ishqor degan, ishqor ishlatasiz. Lekin o'sha yog'li ovqatga siz kremlar bor, pishiriqli kremlar, ustidagi kremlar bor. Ularga gelni ko'proq ishlatasizmi yo yog'ni ko'proq ishlatasizmi? Kremga deb o'ylayman.
Chunki yog' bilan shirinlik aralashganda juda ham ko'p yopishqoq paydo bo'ladi. Ha, mana shu narsa yopishqoqlik hisoblanadi. Uni tanaga tushgandan keyin uni chiqarib olish ham juda ham katta mashaqqat talab qiladi. Ha, mana shu moddani ovqatdan keyin desert qilish, yog'li ovqatdan keyin mayiz yesangiz, qaynoqangizni berib yuborsangiz, tezda o'tib ketadi. Hozir bu qo'pol qilib aytdim, tushuntirdim bu narsani e'tiboringiz uchun. Hech qachon shu ovqatdan keyin desert qilish kerak emas, shirinlik yeyish kerak emas. Sababi shirinlik tez hazm bo'ladi, yog'li ovqatlar og'ir hazm bo'ladi, vaqt talab qiladi. Hali o'lchov dedik-ku, vaqt ichida bu shirinlikni hazm qilish vaqti qisqa bo'lganligi uchun, yog'li ovqatni hazm qilish uzoq vaqt talab qilganligi uchun bu zo'r tiqilma, ya'ni zo'r yopishqoq modda hosil qiladi. Shuning uchun ham gipertoniya kasalligi ko'p hozirgi kunimizda. Nimaga? Desert ko'payib ketdi-da. Men shirinlik deganda, siz savolingizni shunday tushundimki, shirinlik deganda tabiiy shirinlikni nazarda tutyapman. Ya'ni mayiz, xurmo, turshak, asal, mana shular shirinlik. Bularni och qoringa iste'mol qilish kerak yoki ovqatdan oldin iste'mol qilish kerak. Ovqat kayfiyatiga qarab. Undan yog'li ovqat yeydigan bo'lsa, ozroq yeyish kerak. Yoki nonushtaga yemoqchi bo'lsa, endi ixtiyoriy. Lekin nomi shirinligi, lekin asli zahar bo'lgan shirinliklar ham bor. Bular shakar va shakar mahsulotlari, pishiriqlar, tortlar, har qanday shakar solingan variniyalar, xotinlar ko'p, ayollar ko'p ishlatadigan nima? Kompotlar. Mana bular zaharlar. Bularni har qanday o'rinda zarar deyman buni. Har qanday o'rinda zarar. Nimalarda? Albatta odam mana shu temadan tushuntirsak osonroq tushunamiz. Mana shu joyda ham to'rala xiltam bor, mana shu joyda to'rala xiltam bor. Ya'ni safro ham, savdo ham, balg'am ham, qon ham. Faqat bularni g'ayri tabiiylikdan chiqib ketganligi uchun kasallikka sabab bo'ladi. Mana bu joyga kelganda balg'am xilti ko'paygan paytda, eng maksimal darajaga yetgan paytda biz safro xarakterdagi taomlanishimiz kerak bo'ladi. Bular asosan masalan qalampirni yaxshi yordam beradi ovqatlardan. Mana shu paytda. Endi faqat ovqat bilan ish to'g'rilanmaydi, yashash tarzi bilan to'g'rilanadi. Negaki dorilar bilan 30% odamga ta'sir qila olamiz xolos. Meni bu shaxsiy xulosalarim. 50% yashash tarzini o'zgartirish bilan. Xiltlarning muvozanati ham xuddi shunaqa. Xiltlar to'g'rilanmoqchi bo'lsangiz, faqat ovqat bilan to'g'rilayman yoki faqat giyoh bilan to'g'rilayman desangiz, bu ish bo'lmaydi baribir. Menga ajratilgan vaqt tugabdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Manfaatli bo'lyaptimi? Yaxshi bo'lyaptimi? Rahmat. Aynan Ajon akani oldilariga borib mana shu loyiha masalasi bo'yicha borganimizda juda ham zo'r loyiha boshladi. Har bitta spiker biz qo'llab-quvvatlaymiz deb ularga, spikerlarga tashakkurlar bildiramiz. Va bitta guldiroz qarsak bo'lsin. Rahmat. Arzimas bo'lsa ham Shifokul nomidan Ajon aka. Arziydi, tashakkur. Rahmat. Rahmat, salom bo'ling. Omon bo'linglar. Rahmat.